Assalomu alaykum. 14:42. Xo'p, 13-fevral 2026-yil chaqirib bo'yicha kelganmiz. Akfa 2 kotelimiz Kiturami. Xo'p, R06 188 xatolik berib qo'ygan ekan. Hozir 06 ko'rsatib turibdi. Xo'p, buni asosiy sabablardan bittasi, xo'p, tok o'ynagan paytda, tok o'chib yongan paytda, xo'p, ko'proq kelib qoladi. Tarmoqqa elektr kuchlanishi ko'proq kelib qolgan hisobiga stabilizatorimiz tokka o'tkazaveradi. Plata qismi va ventilator qismiga boshqaruv miya qismiga ta'sir qiladi. Shundan so'ng shu ahvolga olib kelib qo'yadi. Hozir xudo xolasa yechim qilishga harakat qilib ko'ramiz. Yana sababini aytib ketdim. Keyin iloji boricha yoniga stabilizator oldiga antiskachok deydi. Relay напряжение o'shani qo'yib qo'yish kerak. O'zingizlarning xavfsizligi uchun, katta rasxoddan oldini olish uchun. Xo'p, assalomu alaykum. Mana boyagi kotelimiz, gaz qozonimiz ishlamay qolgandi. R188 va R06 xatolik berib qolgandi. Hozir platasi va boshqaruv platasi va ventilyatorni alishtirdik. Xudo xolisa endi ishlayapti. Ko'rishingiz mumkin, stabilizator, mana kotelimiz ishlayapti. Atapnega ishlayapti. Mana padachalari, mana issiq suv ulashish yaxshi. Qaytishi ham, issiq suv qaytib keldi. Endi hali где-то 90% qaytib keldi. Yana ozgina bor. Polni sirkulyatsiya qilib olishligi uchun ishlashlari yaxshi hozircha. Shunaqa. Xo'p, aka, uy egalari o'zlarini fikrlarini bilamiz. Aka, ishlayaptimi? Ishlayapti, rahmat. Ancha zo'r bo'ldi. Rosa qiynaldik lekin, qo'llari dard ko'rmasin, yaxshi usta ekan. Xo'p, rahmat aka, fikringiz uchun. Xo'p, bularda yana nima bo'lgan? Buni holati tushib qolgan. Aytayotganimdek, stabilizator bo'lgan, lekin relay напряжение antiskachoklari bo'lmagani hisobiga svet o'chib yongan, keyin shu bilan shu xatolik berib qolgan. Sabab stabilizatorimiz tok o'ynashini ushlab bera olmaydigan qurilma. Bu tokka ushlab qola olmaydi. Tok kelib qolsa ushlab qola olmaydi. Faqat tokka me'yorlashtirib beradi, stabilizalashtirib bera oladi faqat. Unga alohida antiskachok relay напряжение qo'yish kerak, обязательно qo'yish kerak. Bo'lmasa mana shunaqa ko'ngilsizlik, qanaqa kichik ko'ngilsizlik kelib chiqadi. Shunaqa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilsanglar bo'ladi. Rahmat hammaga.